Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 139-hadis. Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arofatdan qaytayotib Shi'bga yetib kelganlarida tushib bavul qildilar. So'ngra yengilgina tahorat oldilar. Men u zotga: "Namozgami, ey Allohning rasuli?" dedim. "Namoz hali oldinda" dedilar va ulovga mindilar. Muzdalifaga kelganlarida tushib yaxshilab tahorat qildilar. So'ngra namozga takbir aytildi. U zot shomni o'qidilar. Keyin har bir odam o'z tuyasini o'zi tushgan joyiga cho'ktirdi. So'ng xuftonga takbir aytilib namozni o'qidilar. Ikkisining orasida boshqa namoz o'qimadilar. Shib so'zi aslida ikki tog' orasidagi yo'lni, darani anglatadi. Bu yerda odatda hojilar Arofatdan qaytishda shu yerda to'xtab o'tishadigan ikki tog' orasidagi ma'lum joy nazarda tutilgan.